So'nggi vaqtlarda adliya organlariga murojaatlar soni ortib bormoqda. Ularning katta qismi qishloq xo'jaligi sohasiga oid. Ayrim mansabdor shaxslar tomonidan fermerlar huquqining poymol etilishi, majburan homiylik ishlariga jalb qilish, yer ajratilishidagi muammolar, shuningdek banklar tomonidan subsidiya kreditlar ajratilmayotganligi va shunga o'xshash masalalar tobora yuzaga chiqmoqda. Shu munosabat bilan Adliya vazirligi tomonidan qishloq xo'jaligi sohasidagi huquqiy munosabatlarda fermer xo'jaliklarining manfaatlarini himoya qilish maqsadida iyun-dekabr oylarida fermerga madad huquqiy aksiyasini o'tkazish belgilab olingandi. Muammoni ochiq, oydin, ro'y rost ko'rsatib bera olsak, uni yechimi bo'yicha nafaqat ko'rsatish, bizning maqsadimiz taklif tayyorlash. Uning uchun albatta birinchi o'rinda muammoni ko'rsatishimiz kerak, aytishimiz kerak. Mana shunday muammo bor ekan. Bu muammoni yechimi qanday? Bu yechim bo'yicha biz xalqaro tajriba, ma'lum bir bosqichda o'tgan davlatlarning tajribasini o'zimizning qonunchilikka implementatsiya qilish masalasini ham ko'ramiz. Fermerga madad huquqiy aksiyasi uchun tasdiqlangan rejaga ko'ra, ishchi guruhlar tuzilib, fermer huquqlarini tushuntirish, qishloq xo'jaligi sohasida huquqni qo'llash amaliyoti hamda fermerlarning murojaatlarini o'rganish tadbirlari o'tkaziladi. Bundan tashqari, fermer xo'jaliklarining muammolarini aniqlash bo'yicha so'rov o'tkazilishi rejaga kiritilgan. Aksiya doirasida 5 ta ishchi guruh tuzilgan. Mazkur ishchi guruh respublika bo'yicha o'rganish tahlil ishlari olib boriladi. 6 ta yo'nalish bo'yicha fermerlar faoliyati tahlil qilinib o'rganiladi. Bunda targ'ibot masalalari ham yoki fermerlarning bank kredit, soliq masalalari ham yoki bundan tashqari qishloq xo'jaligida huquqni qo'llash amaliyoti bor. Bu ham bir alohida soha sifatida o'rganilib tahlil qilinadi va tahlil natijalari bo'yicha qonunchilikda aynan fermerlarning huquqlarini buzayotgan yoki ularga to'siq bo'layotgan qonun normalari mavjud bo'ladigan bo'lsa, ularga o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritish bo'yicha yoki fermerlarga yana bir qo'shimchalar, imtiyozlar berish bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqilib, yuqori turuvchi tashkilotga taqdim etiladi. Ushbu targ'ibot tadbirlarida adliya organlari va madad nodavlat notijorat tashkilot xodimlari, yosh huquqshunos ko'ngillilar guruhlari a'zolari hamda tegishli soha vakillari ishtirok etadi. Shuni alohida ta'kidlash kerak, fermerlardan keladigan murojaatlar an'anaviy shaklda 1008 ishonch telefoni hamda fermer madad bot maxsus Telegram bot orqali qabul qilinadi.